bu şu haq iki türlük buldu ekan. Biri Allah'ın haqqı. Allah'ın haqqı qilma deganda cheklanadi demdi. Qil degani bizga buyurgan farz vojiblar, qilma degani harom makruh ishlar. Tamam. Aşını kılsak kılmasak Allah Teala bunun mükafatını istese bu dünyada, istese tamamen ahirette verdi. Yani cezasını kettima. Onun için ma bendinin hakkı diyen kege vaxtıda bendinin hakkıdan Allah Teala aş bendi köçürmegece Allah keçirme. Bunda akıl bilen oylap baksak mı? O Allah'ın hakkı emas, ikincisi bendinin hakkı. Mesela bendininki meyli abroyunu tökken bolsun, pul melini qaqtı soqtı qılgan bolsun, ziyanға uçratgan bolsun, nima qılgan bolsun, işte biz ziyan yetkizgen bolsa, aş bendinden razılık almagıcı bu bolmaydı. Hem de şehit Allah yolda şehit boğan adam emellerinin en evzeli cihat, en yukarı emel şehitlik şu tamam. Hesapsız cennet kirib qaldı o. Hesapsız cennet kirib şehitning bu eğer üstüde bir kimning haqqı bo'lib qolgan bo'lsa, ashuni bitirib qilib bo'lmagan jannatga kirmay saqlab turutgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida bir kimning jinozamizni o'qimoqchi bo'lsa, qarzi bormi ekan buni deb so'rayotgan. Qarzi yo'q desa o'qiydi ekan. Qarzi bor desa, sizlar o'qib o'tinglar deb o'zi o'qimayotgan. Chunki payg'ambar alayhisolamning bir kimning namozini o'qigani degan shafaat qilgan aniga. Qarzi bendining haqqı bu adamga shafaat qilmaydi-da. Bu bir cho'ng dars ekan shu. O cho'ng dars kishilarning haqqini geçirib qolmaslik uchun. Sal qaramaslik uchun payg'ambar ajoyib bir chora qo'llangan ekan. Haqqı bu adam ham boshqalarni qo'rqitdi. Qarzi qoldigan odamning namozini tushirmagan faqat payg'ambar. Tushirmabdi ekan. Endi qarzisi bormi deb hamisha so'raydi ekan. Hozir masalan shu so'si bo'ladi shuni. Nimishqa hozir so'maymiz shu ishni. Sal qaraydigan bo'lib, ba'zi shunda qarziga petib bo'lganning yaqin o'zini hayotni Alloh yo'lida etib deb qarzini qaytarmay muhida qildigan ishlar jiqib ketdi. Adamni qo'rqitgan bir hadis hamda Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni Rasululloh o'tirib, "Sizlar mundaqiliqi muflis degan keyin bilamsizlar?" deb sahobalardan so'raydi. Muflis degan ham deyliqi quruq qo'l qolgan, hech nima yo'q odam. Hech nima yo'q odam degan kim desa, sahobalar biz dinari yo'q, dirham yo'q, puli yo'q odamni muflis deymiz degan ekan. Lekin mening ummatimning qiyomat kunidagi shu quruq qo'l qolg'uvchilari kimni bilamsizlar? Ular namoz bor, zakot bor, ro'za bor, haj bor, bütün ibodatlarni qilgan. Hamma ibodatlar bilan 5 ta 5 keldi. Kelganda ammo uning haqqini yegan, uningga aziyat bergan, uning g'aybatini qilgan, uningga yomonlik qilgan, uni ziyoniga uchratgan ishqib bir qanday qilib nurg'un odamlarga ishqib chetishlik bir qul haqqiga chirib kelgan, chirib ado qilmay kelgan. Ana o'g'angan shu mushu odamning mushu mukammal kelgan ibodatlarini Allohga aning ziyonligiga uchragan odamlarga taqib bir deydi. Taqib bergandan keyin agar buningki bu savobi gunohiga chiqib yetmay qolib qolsa, aning gunohini maninga atib buni do'zaxga tashlaydi dedi. Haqiqatan odamni qo'rqitgan bir sahih hadis hamdi. Amaliyotda o'ylasam, haqiqatan shu hamdi. Alloh taolo o'zining haqqini o'tidi, ammo boshqa birisining haqqidan u odam o'tmagicha qanday o'tidi hamdi uni. Shunga ma ishqa bak diqqat qilish kerak-da bu. Alloh taolo şartsız bazı günahlarını 5 vaqt namazının sayesinde bir cümleye geçe aşıda keçiriyordu ama kişinin hakkını bir dirhem, 1 lira olsun kat'i keçirmeydi onu. Nimişka aşadan keçirmeydi.